Я хочу одно кофе. Одно. Кофе мужской род-ku. Nimaga? Yaxshi savol. Aslida kofeni Rossiyaga rus qiroli Pyotr I olib kelgan va kofeni juda ham sevgan. U vaqtlarda esa Rusda rus tili emas, fransuz tili urfda bo'lib, boy ziyoli xonadon vakillari ruscha emas, fransuzcha gaplashgan. Qirollik oilasi ham kofeni juda ham sevgan va qirol kofeni fransuzchaga moslab kofi degan, kofi. A kofi so'zi esa xuddiki tramvay, muzey, muravey so'zlari kabi yega tugab murskiy rod hisoblanadi. Trendga, urfga nima olib chiqadi? TikTok, Instagram, internet, televideniya, radio yo'q. Bor shoir va yozuvchilar. Крепкий кофе, молочный кофе, черный кофе, aromatный кофе kabi asarlariga qo'shgani sabab kofe urfga kirgan va oddiy xalq ham kofeni kofe deyishni boshlaganda va murskiy rodda ishlatishgan. Vaqt o'tgani sari fransuz tili Rossiyadan chiqib ketgan, rus tilida gaplashishni boshlashgan, kofe shakliga qaytib kelgan. Lekin oddiy xalqni tilida kofe murskiy rod bo'lib qolib ketdi. Shuning uchun черный кофе, молочный кофе, aromatный кофе, крепкий кофе ishlatamiz. Lekin oxirgi yilda chiqqan lug'atlarga qaraydigan bo'lsak, kofeni ham murskiy rodda, ham sredniy rodda ishlatishingiz mumkin. Ya'ni черный кофе, молочный кофе, черный кофе, молочный кофе desangiz ham xato bo'lmaydi. Bundan kelib chiqadiki, biror joyda kofe zakaz qiladigan bo'lsangiz, uni обязательно murskiy rodda olishingiz kerak bo'ladi. Sredniy rodda zakaz qilganingiz bilan hech kim siz 2009 lug'atini o'qigan ekan demaydi. Murskiy rodda olganingiz maqsadga mohirroq.